3-4 darajadagi klapan yetishmovchiligi bilan keldim. Mana Xudoga shukr, operatsiya qildirdik. 42 yoshdaman. Ismim Kamoliddinov Jamshid, Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan. Shu operatsiya bo'lmasidan oldin shu yerga kelganimizda shu osmonga qarab yotish, shu chap tarafga qarab yotishlar shu yo'q, qiynalardik. Ahvoli og'irroq. 3-4 darajadagi klapan yetishmovchiligi bilan keldim. Mana Xudoga shukr, operatsiya qildirdik. Hozir ahvolim ancha yaxshi. Mana Xudoga shukr 3 oy bo'ldi. Ko'rikka keldik. Mana endi o'sha ko'rik natijalarini kutib o'tiribmiz. Hozirgi holatda ancha yaxshimiz. Ahvolimiz zo'r. Doktorlarga ham rahmat, hammalariga salomat bo'lishsin. Hamshiralari hammasiga gap yo'q. Tavsiya qilaman, albatta kelishsin. O'sha narxlari ham yaxshi, qo'llari yaxshi, doktorlari zo'r. Mana Xudoga shukr, hozirgi holatimiz ancha yaxshimiz. Bemalol yuribmiz. Mana yuk ko'tarish ham hozir mumkin bo'lishdi. O'sha ko'tarishni boshlariga yaqin 3 kilogacha hozircha ko'taryapmiz. Bundan oldin ko'tarish yo'q edi, unaqangi egilib nafas olishlar ancha qiyin edi. Hozirgi holatda ancha zo'r, ahvolimiz yaxshi. Hammalariga rahmat doktorlarimizga.